Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi Toshkent shahar bo'limi xodimlari bilan birgalikda isitish moslamalarining texnik reglamenti va standart talabiga muvofiqligini o'rganish maqsadida O'rikzor bozorida nazorat tadbirlari xaridi amalga oshirilmoqda. Assalomu alaykum. Bu yoqda kim? Mana bu. Yaxshimi? Grantdan qoldim. Bunaqada. Grant qolmadi. Mana shu. Sizlarda bor o'tgan safar kelgan. Bizlar tugasa bozorda tugagan biladi-da degan. Necha puldan bular? 7-3. Mana bu 6-8. Eng kichkina variant. Chidamliligi qanaqa? Yaxshi. Kichkina razmer bu. Katta razmer. Farq shunda, kichkina. Undan katta. Narxchi grant bilan bir xonadonlarmi? Grant 7 chiqqanda. Nima u 7 nima? 7. Bu qancha? 6-8, bu 7-3. Necha pul dedingiz buni? 7-3. 90 necha minglar chiqadi. Ming ham chiqdi 90. 5 minglar sayraman. Garantiyasi qanaqa? Garantiya shu ishda tekshirib beraman. Nechta kerak bo'ladi aka? 3 ta. Keyin yonim. Bu yoqda kim akalar? Yo'q bu yoqda. Nima? Siz grant kerak ekan, grant anaqa bor-ku, quyosh pech. Bor aka. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ha shundan xuddi o'zidan. Chunki naryoqda ko'rdim, tugab qolibdi ularda. Necha pul qilyapsizlar buni? Biz ishlab chiqaramiz. O'zlar ishlab chiqarasizlarmi? Ishlab chiqarish qayerda? 7 dollar. 7 mi? 90. Bu Nechta? 3 ta. 3 ta o'ring. Mashinadan olib beraman. Mashinada? Orqada istaydi. Ha, konteyneringiz bormi? Ha, bo'l. O'zlar ishlab chiqarasizlar xolos. Gap yo'q. Men bu bulardan sizlardan olgan ekanda, tugab qoldi deb sal nariroqdagi. Ishlab chiqarish qayerda? Laboratoriya tahlillari natijalariga ko'ra, bozorlarda va ayrim savdo shoxobchalarida sotilayotgan grant rusumli elektr pechlari texnik reglament, markirovka va belgilangan standart talablariga javob bermasligi aniqlandi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur mahsulotlardan foydalanish inson hayoti va mulki uchun jiddiy xavf tug'diradi. Chunki texnik talablar buzilgani oqibatida tok urishi, elektr kabelining haddan ortiq qizib ketishi, hatto yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Produksiyalarda markirovkasi yopishtirilgan bo'lishi kerak. Birinchi испытаниyaning birinchi показатели прошлый markirovkada. Hozir bu обогревателimizda yo'q markirovkasi. Chunki biz hozir buni masalan necha напряженияda ishlashini, bu 220 da ishlaydimi, 230 dami, 240 dami yoki 380 da ishlaydimi, o'sha narsani bila olmaymiz. Birinchidan, keyin bu standartga javob berish uchun masalan standartda yozilgan markirovkada masalan mощностьni o'lchaganimizda 10% ko'p bo'lmasligi kerak. 5% kam bo'lmasligi kerak. Yozilgan markirovkadan. Bizda hozir markirovka yozilmagandan keyin hech narsa bilan biz сравнивать qila olmaymiz-da buni. То есть hozir buni masalan потребляемый мощность o'sha demoqchi bo'lganim ko'p bir 60-70% показательlarni ko'rish uchun markirovkasi kerak bo'ladi. Bu test markirovka yopishtirilmagan. Endi men bu narsani markirovka deb oladigan bo'lsak, atak prosta o'zi mahsulotni o'zida bo'lish kerak-da. Mana masalan bu yoqda bitta mahsulotni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda o'zi yozilgan bo'ladi-da. Mana bu yerda mana shunaqa yopishtirilgan bo'ladi markirovka. Mana bu ko'chib ketmaydi. Keyin biz испытаниямizdan bor prosta markirovka nefrasi tkanoviy anaqa bilan 15 sekund o'chirib turganimizda mana bu yozuvlar o'chib ketmasligi kerak-da. Shunaqa markirovkaga shunaqa talabi bor. Endi bu produksiyada nimagadir yo'q ekan. Mana mashinaga o'xshagan qachab kichkina markirovkasi bo'lishi kerak edi. Atok bunga qarab qilsak ham bo'ladi. Prosta показатель endi bilmadim qanchalik. Qolganlarini endi o'sha sinov jarayonida ko'ramiz-da rezultatlarini. Hozircha markirovkasi yo'q-da mashinaga qarab. Amerika вот это говорит маркировка. То, что вот здесь написано, напряжение, мощность, показательlarni ko'rsak ham baribir praktikada konstruksiyalarda masalan
moshnostini ko'rganimizda ham bu nagrevatilniy pribor bo'lgani uchun moshnostni ikkita tomoniga ham talab bordi. Mana masalan bu yoqda 1000 watt zaiflayat qilyapti. 1000 watt ishlaydi deyapti. Hozir -5 plus 10 gradus bo'lishi kerak. 1100 dan oshib ketmasligi kerak moshnostni. 5 bo'lsa 950 dan kam bo'lmasligi kerak-da. O'shandan 950 dan kam yo 1100 dan katta chiqsa, уже brak hisoblanadi. Mana shu показательlar. Вот. Endi sinov jarayonida. Hozir bu pakka olib kelgandan keyin 24 soat komnatni mana shu xona haroratida turish kerak, moslashish kerak. Chunki sразу испытание boshlanmaydi. Keyin 24 soat turgandan keyin o'sha birinchi programma qo'llaymiz. Men boya aytgan 6035-1-2024 6035-230 ghostlari bo'yicha programma qo'llamizda. Keyin bitta boshlanadi. O'sha process markirovka, защита контакт системы находится под напряжением. O'sha tok утечки при рабочей температуре, keyin vлагостойкостьga qo'yiladi. Mana klin kameramizda 48 soat turadi. Undan keyin o'sha keyingi испытаниялар shunday ketaveradi, davom etaveradi. Texnik jihatdan tartibga solish inspeksiyasi vakillari iste'molchilardan hushyor bo'lishni, xarid paytida mahsulotning markirovkasi, ishlab chiqaruvchi va sertifikat ma'lumotlariga e'tibor berishini so'ramoqda. Agar savdo shoxobchalarida sifatsiz yoki soxta mahsulotlarga duch kelsangiz, bu haqda darhol 1880 qisqa raqami orqali texnik jihatdan tartibga solish inspeksiyasiga xabar bering.